Bolalar qalaysizlar? Bolalar, mana men Barsa account hali ham buni full qilishni aytgan edim sizlarga. Full qilayotgan edim. Full qilishni endi boshlagan edim. Bu o'yinchilar kelib qoldi. De Paul, Bugun Voltimade, Stanisic, Noni Starre. Shu o'yinchilar kelib qoldi. Full qilish to'xtatib, men bu akkauntni sotib yubormoqchiman. Barsa tarkib akkaunt sotiladi. Kim olaman desa, mana shu akkaunt sotiladi. Sotmoqchiman. Olaman degishlar bo'lsa, kommentga olaman deb yozib ketingizlar. Keyin men bundan keyin shu kommentga video qarayman. Olaman deb 10-15 ta komment yozilgan bo'lsa, men o'shanga qarab Telegram videomni chiqaraman. Telegramga keyin Telegram akkauntimga yozasizlar menga. Ikkalamiz keyin olaman desangiz kelishib akkauntingizga o'tkazib, keyin pulni kartamga tashlab berasizlar. Shu bilan bo'ldi deb ketadi-da. O'shaning uchun aytayotgan bo'lsalaringiz, Barsa akkaunt necha pul sotasiz, qimmat aytasizmi, arzon aytasizmi, anig'ini ayting deyotgan bo'lsalaringiz, hamma el qatori aytaman. Qimmat ham aytmayman, arzon ham aytmayman, norma aytib beraman. Eldor Shomurodov bor. Men Barsa akkauntni sizlar uchun mayli, unaqa qimmat aytmayman, lekin $70,000 so'm yoki $70,000 so'm deb aytaman. 70,000 deyman narxini. Sizlar uchun kommentdan yozib, meni Telegram akkauntimni yozib, meni topib olaman degishlarga 50,000 yoki 40,000 qilib beraman. Arzon qilib beraman. Yo unda ham unday yaxshiroq skidga desalaringiz, skidga bor. 10,000, 20,000 ga ham qilib beraman bu akkauntni. Faqat yaxshi aktiv bo'lish kerak. Mani kanalim ko'p kuzatganlarga bu akkaunt balki tekinga ham tushishi mumkin. Hali turnir bo'ladi, Jon Lefer qilaman akkauntimda. Obunachim sal ko'paygandan keyin ana shunda boshqa akkaunt Real Madrid tarkibini qo'yiladi. Ana shu akkauntni kimdir yutib olishi mumkin. Jon Leferda aktiv bo'lib turganlar faqat. O'zlaringizga ishoningizlar, bosingizlar, mana shu akkaunt sotiladi. Olaman desalaringiz kommentga olaman deb yozib ketingizlar. Obuna bo'lishni unutmang. Xayr, alvido.